Ladies and gentlemen, the time has come for the main event of the evening. Please welcome the boxers as they make their way to the ring. First, we have the challenger from Uzbekistan, the celebrated Olympian and the former unified super bantamweight champion of the world, Buajan MJ Ahmadaliyev. Mani elim, illatim, oyimdan o'zini qo'ygan bosib ol millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim kundoq bo'lsin degan bilan ekamda har dam. Salom alaykum bor oqibatda oxiridagi muddam xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib hayronatli xarobotilar. Devonayir mashoyix Abdullah ibn Sino bobolarim Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, palogar nonlar. Terani koinot sirlarini bilishni izlar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda hamda ayyon bardamon. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Shukurlarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini aloyida bo'lmas ekan xalus. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardamon. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga ota-bobolarimdan yaxshilik, o'zar muomala, ta'lim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu, lekin avlodi Temuriy nasllar saqlangan fidotkor. Atadim umuman qolganda borimda, hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham ro'zimda